aka, katta ish quradigan bo'lsangiz, mana shu joydan quring. Bozori chaqqon joylar. Ham qarang, ko'chalar asfalt bo'lgan, hamma kommunikatsiyalar kirgan, gaz, svet, suvdan muammo yo'q joylar. Keles Uzgazo'l ko'chadan 1 kilometr atrofida kirib kelasiz. Chap tarafga chiqadigan bo'lsangiz, betonkaga chiqib ketasiz. Yon atrofi qarang, qo'ni-qo'shnilari hammasi tinch, sokin, fayzli mahalla bo'lyapti. Sotuvga qo'yilgan joyimiz fasadini ko'ryapsiz. 22 metr bo'lyapti. Oldi agoroti 10 metr ekan. Va mazza qilgan joyim shu bo'ldi. Qurilish qilaman desangiz, bemalol shag'al, qum, g'ish, sementlarni sho'tga tushirib foydalansangiz bo'ladi. Mana shu joydan 6 metr yo'l tashiydigan bo'lsangiz, bemalol 3 ta yoki 4 ta chiroyli loyiha asosida katta ish tushirish imkoniyati bor. Hamma kommunikatsiyalar kirgan, gaz, svet, suv, kanalizatsiyagacha bor joylar. Imoratni ko'ryapsiz, eski времянка hisobida bo'lyapti. Ularni bizib nimadirdan foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun temirlardan. Parnini temirlar olib chiqib ketiladigan bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. 8 sotuvdan salgina nari berib bo'lyapti. 22 metrga 37 metr bo'ladi fasadi. Sotig'iga 22 ming dollardan so'rashyapti. Yana tepasiga kelsangiz savdolashib, sunnatiga kelishadigan joylari bor. Qiziqadigan bo'lsangiz, egalar raqamni yozib qo'yaman. Bemalol kelib ko'rib tepasida savdoni qilsangiz bo'ladi. Bu videoni Keles Uzgazo'l atrofidan katta ish qilaman degan quruvchilar bo'lsa, shularga jo'natib qo'yasizlar. Inshaalloh manfaatli bo'ladi.